Tunda yoqqan yomg'irdan Qirg'izistonning ayrim hududlari talofatga uchradi. Favqulodda holatlar ministrligi ma'lumotiga ko'ra, Jalolobod oblasida Olabuqa-Chatqal avtomashina yo'llarining 16-22 chaqirimida chekka qishloqlardan kelgan shag'al toshlar mazkur yo'lni to'sib qo'ygan. Hozirgi vaqtda og'ir yuk mashinalari o'tib, yengil avtomashinalarga sharoit yo'q. O'shning O'zgen rayonida Semizko'l qishlog'idan kelgan sel oqimi ikkita xonadon hovlisini va bir og'ilxonasini qoplagan. Mahalliy fuqarolar suvni o'z oqimiga tushirish ishlarini olib borishmoqda. Shuningdek, Chuyning Moskva rayoniga qarashli Petrovka-Narzan ichki xo'jalik avtomashina yo'llarining 26-27 chaqirimida sel bo'lib, xumshag'allar to'sib qolgan. Soat 4:30 da yana ochilgan. Vayronalar va inson hayotiga zarar yetmadi. Sog'liqni saqlash ministri tug'ruqxonalarda onalar tashlab ketgan go'daklar uchun maxsus xayriya qutichasi bilan ta'minlashni taklif qilishmoqda. Maqsad go'daklarning umrini saqlab qolishdir. Bu haqda mazkur ministr ma'lumot xizmatida bildirdi. Shu bilan birga, mazkur ministrlik farzandidan bosh tortgan homilador ayollar uchun maxsus ma'lumot materiallarini ishlab chiqardi. Homilasini oldirgan onalar uchun bag'ishlangan ma'lumot materiallarida muammodan chiqish yo'llari ham yozilgan. Ministrlikning ta'kidlashicha, bu harakat dunyoga kelmoqchi bo'lgan go'dak ahvolini o'zgartirishi mumkin. Joriy kengashning raisi joriy haftada parlamentning yalpi yig'inida saylanishi mumkin ekanini parlamentning matbuot kotibi rahbari Ibrahim Nuraqun o'g'li Ozodlikqa bildirdi. Uning ta'kidlashicha, fraksiyalar spiker tanlash bo'yicha takliflarini bermadi. Shu sababli hozircha masalani qaysi kuni muhokama qilinishi aniq emas. Qirg'izistonda hukumatning iste'fosidan keyin premyerlik xizmatiga So'ronbay Jeenbekov kelgani bois, uning ukasi joriy kengashning sobiq spikeri Asalbek Jeenbekov 13 aprelda xizmatini topshirgan. Endi Qirg'izistonda turar joylarni boshqa maqsadda ijaraga berganlar jarima to'lashi mumkin. Joriy kengash deputatlari uylarni bir kunga ijaraga berganlarga jarima miqdorini ko'paytirish bo'yicha qonun loyihasini ishlab chiqishdi. Hozirda loyihani parlament muhokamasiga yuborish qarori qabul qilingan. Agar loyiha qo'llov topsa, uylarning kunga yoki 24 soatga ijaraga berganlar jarimaga tortiladi. Jarima miqdori qancha bo'ladi? Bu savolga navbatdagi lavhada javob izlashingiz mumkin. Ko'p qavatli uylarni boshqa maqsadda ijaraga bergan fuqarolarga solinuvchi jarima miqdorini ko'paytirish taklif qilinmoqda. Unga ko'ra, jarima miqdori fuqarolar uchun 5 ming so'mdan 8 ming so'mgacha, yuridik tomonlarga esa 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Бұл мындайда, бұл жөніне шыққан жоқ, бұл елдердің бізге арызданып келісінен шығады да, қапменен. Елдер арызданып, ушундай жана көп батырлы үйлер, көп кабаттуу үйлөрдөгү адамдардын жашоосун тынчсыздангандан пайда болуп атат да. 1 саатка берген жанакындай бардак кылып аткан, элдин тынчын алып аткан эмени запрет кылып калганын мен ойлойм, мындай законду мыйзамланууга жазсак деп кайта экинчи окууга келди да. Ayni damdagi qonun bo'yicha ko'p qavatli uylarda xonadonlarni bir kun uchun ijaraga berish taqiqlangan. Lekin xonadonlarni soat yoki bir kunga ijaraga berganlarning soni ko'p. Bunday uylarni O'sh shahrida ham topish mumkin. Mazkur uylarni internetdan ham topish mumkin. U yerda manzili, sharoitlari va aloqa uchun telefon raqamlari ham ko'rsatilgan. Bu komandirovkaga kelganda deshakda. Бардығы гостиницаға бара албайды. Ошол оюңузду айта аласыз? Күндө деген мисалы үчүн шаарга канчадан адам кирет. Бардығына мисалы үчүн гостиницалар орун бере албайт да. Гостиницага эми только иностранецтер кирет. Өзүнүн келген командировкага келгенде только квартира. Жок бере албайт. Mazkur masala yashovchilar tomonidan qo'lga olingan. Sababi ko'p qavatli uylarda bir kun uchun ijaraga beriluvchilar sabab tinchlik bo'lmaydi. Shuningdek, bu kabi uylarda jinoyatlar ham ko'p ro'yxatga olinadi. Shu sabab jarima miqdorini ko'paytirilmoqda. Tahlilchilarning fikricha esa, taklif qilinayotgan loyihani yana bir bora qarab chiqish kerak. Bir kunlik, 2 kunlik kvartiraga soatga bergan kvartiralardan bardi. Bular televideniye, radio, ko'chadagi yerlarga o'zlarining jarnaqlarini chiqarib, quloqtanurlarni egilib, o'shoning negizinde gana ishkerdini yurgizadi. Эгерде мыйзам ишкерди жүргүзө турган болсо, азыркы мыйзам долбоорундагы административдик жазалар салына турган болсо, бардыгы өзүнүн ордуна келет. Мыйзам күчүнө кирет, мыйзам кабыл алынса, өзүнүн жемишин берет. Mazkur qonun loyihasi ko'p qavatli uylardagi xonadonlar uchungina tegishli. Qonun bo'yicha ruxsat olgan mehmonxonalar ishini davom ettiraveradi.
Noqat rayonida 200 dan ortiq dehqonlar boshini biriktirib, 100 gektardan ortiq ekin maydonlarini hamkorlikda ishlatib kelmoqda. Bu har tomondan qulay va imtiyozlari ko'p ekanligini dehqonlar hukumatning O'sh viloyatidagi vakili Talaybek Saribashev bilan uchrashuvda ta'kidlashdi. Talaybek Saribashev bo'lsa kooperativlarni yiriklashtirish Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga tarkibida katta bozorga chiqishga qulay imkoniyat bo'lishini ta'kidladi. Sport yangiliklaridan 16 aprel kuni O'sh shahrida taekvondo bo'yicha Qirg'iziston Respublikasining ochiq chempionati boshlandi. Musobaqaning rasmiy ochilishiga shahar vitse-meri vazifasini bajaruvchi Mirlan Israilov, Qirg'iziston Respublikasining taekvondo bo'yicha federatsiyasi vakillari, tegishli rahbarlar va sportchilar ishtirok etdi. Musobaqaga o'lkaning barcha viloyat shaharlaridan, Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikistondan kelgan jami bo'lib 200 dan ortiq sportchilar ishtirok etdi. Chempionat yakunida g'oliblarga medallar, pul mukofotlari va xalqaro musobaqalarda ishtirok etishga yo'llanmalar berildi. Sport tadbiri 2 kun davom etib, natijasi kecha 17 aprel kuni chiqarildi. Shu birinchi, ikkinchi o'rinda egallagan sportsmenlar Qirg'iz Respublikasi kurama komandasiga kirishadi. O'sha kurama komandaga kirgan sportsmenlar o'shundaylar chempionat Aziya va dunyo chempionatlarına qatnashib Qirg'izistondan kurama komandasida yurishadi.